Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli podpisчиктер, bizning YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatib turgan aziz do'stlarimiz. Bugun sizlarga xudo xolasa reklama qo'yib beradigan mashinamiz, ko'pchilik niyat etib, olaman deb izlab qarab yurgan mashinalardan biri. Equinox RS eng full komplektatsiyada 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz sotuvga kelib turibdi. Bemalol gelib görüp savdasını qilib asoslab oladi. Narxi albatta zo'r narxda qo'yib beramiz. Obunachilarimiz uchun arzon bahada, hech yerda yo'q narxda bemalol qo'rqmay aytsak bo'ladi. Hech sosteniyasi ham ideal holatda. Mashinamizni qilingan rasxodlarni aytib o'tadigan bo'lsak, birinchisi elde oblisovkalarni setkalar ustunovka qilingan RS komplektatsiyada elde tumankalar ham qo'yilgan. Yana restyling variant demiş qilib qimmat xilasidan zo'rindan qo'ygan. E-Ходовой sistemasi Mers Ходовой taxlangan ekan. 4 tane imperialdan yumshoq bollar ustunovka qilingan. Görüşseniz mümkün. Elde mordana kapot, krelleri, bron piyonka etib taxlangan. Parokları var. Tonirovkasi quruq urulgan. Boz akustikada bo'ladi. Salonlarni görüşseniz mümkün. Sideneler ham, rollar ham zo'r holatda motiv bo'lib tutdi. 97 ming kilometr masofani bosib o'tgan Abduf apogreflari bor. Avtotarmojeniyasi, palaso udержаниялari, keyin patologlari qora bo'lib keladi. Bularda zavodskoy teyna poyitleri tashalgan ekan. Maşin почти 100 ming yurgan bo'lsam, stansiyasidan bir 40 ming 50 ming kilometr yurgan mashinani stansiyasini beradi. Bemalol gelib görüp asoslab oladi. 4 tane yumshoq bolni Mers Ходовой bilan 2022-yilda ishlab chiqarilgan full komplektatsiyadagi Equinox avtomobili. Arka bagajlar ham elektronik bo'ladi mashinamizda. Niyat etganlar bo'lsa, like-ni bosib, kommentariyada yazıp koyaslar. Arkana kanapirlerin ustunovka etilgan ekan. Kraskasi bamferdan bamfergacha 100% родной deb tutulib, bemalol bu narsasini tekshirtirib, görüp asoslab bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, do'stlar, narxini obunachilarimiz uchun 315 million so'm aytib beramiz. Naq bo'lsa yana ustida savdosini qilib asoslab bo'ladi. Do'stlar, keyin kredit masalasidan keladigan bo'lsak, xolasizda avtokredit varianti asosida masangizdda bo'ladi. O'zingizda Cobalt bo'ladimi, Nexus bo'ladimi, Gentravel nechta turdagi mashina bo'lsam, aytgasangizda o'zingiz barcha hisoblab olib, bu mashinamizni savdosini qilib, minib ketsangizlar bo'ladi. Xullas, qiziquvchan avtosel salonimizda kutib qolamiz. Niyat etganlar like bosib, shunday Equinoxni zo'r chiqsa olaman deb yaqin do'stlar, videoni jo'natib qo'yasizlar. Manzilga keladigan bo'lsak, yana Urganch Gullan yo'lida turibmiz. Gullangi bozordan kelaverishda Sputnik svetofordan o'tgandan keyin, Urganch shahardan kelsangizlar, ruhiy kasalliklar shifoxonasi svetofordan o'tgandan keyin joylashgan salonimiz. Hammalarga taklif etib qilamiz. Niyat etgan har bir insona nasib etsin. Sog' salomat bo'linglar.